Sabina Po'latova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Ko'rinishingiz ajoyib, go'zalsiz. Haqiqiy mana shu kasb egalari o'zlaridan nur taratib turishadi. Siz ham shulardan biri ekansiz. Xush kelibsiz yana bir bor. Marhamat, teletomoshabinlarimiz bilan so'rashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Hammaga bugun qiziqarli mavzu ko'taryapmiz. To'g'ri. Hamma uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Juda ham to'g'ri aytasiz. Marhamat. Choydan ichib biz bilan endi bemalol erkin dildan suhbat qursak bo'ladi va sizga bermoqchi bo'lgan ilk savolimiz bugun ko'plarning asosiy muammosiga aylangan suyaklar va bo'g'imlardagi og'riqlar haqida va ularni davolashda, tuzatishda yoga yordam beradimi? Shu haqida gaplashsak. Albatta yordam beradi. O'zimda ham shunaqa bo'lgan, ayniqsa koronavirus bilan kasallanganimda avjiga olgan. O'zi zig'imlab yurardi tizam, lekin shishib ketgan. Katta bo'lib, bukolmay qolib, yurolmay qolib, tug'ilolmay ham qolganman, bukolmay qolganman ham даже. Lekin men o'ylayman, что yaxshi ham nima deydi, питание, to'g'ri ovqatlanishga e'tibor berib, vaqtida uyquga e'tibor berib, plus yoga qilib, yoga mashqlari bilan men sog'lomlashib ketdim. Chunki o'zi bu diagnoz menga qo'yilganida artrit, artroz, osteoporoz juda ko'p hozir. U paytlarda siz bu faoliyat bilan shug'ullanmagansiz-a? Yo'q, shug'ullanmaganman. Buni keyin tagiga yetganman. Nimaga men tuzaldim? Chunki bizani hamma o'sha tizani orqasidagi to'qimalar kirishib qolsa, bo'g'imlar bir-biriga yaqinlashib qoladi. То есть yemirilishib qoladi. Undan tashqari yoga mashqlari juda chuqur ishlaydi, chuqurda joylashgan mushaklar bilan ishlaydi. O'sha mushaklar ishlaganda yodiga o'sha kapillyarlar sochdan ingichka bo'ladi. Biz yegan o'sha kalsiy mahsulotlari, D3 mahsulotlar yoki qo'shimchalar ichiladi, mana hozir badlar juda moda bilan. O'shani so'rilishiga albatta jigar javob beradi. Uni ham yoga ishlatadi, kстати. Yoga bilan ham stimulyatsiya qilib jigar o't qopini ishlatorsa bo'ladi. Oshqozon, butun oshqozon ichki tizimini. Va bu yerda biz o'sha mashq qilganimizda o'sha yegan tvorogimiz, kerakli moddalar, kalsiylar hammasi suyagiga yetib borish uchun bizga harakat kerak. Harakatsiz uni befoyda ichish. Chunki u kapillyarlar shunchalik ingichkaki, undan o'tib ketishi uchun mushaklarni yondirib, mana yogada bizda dinamikada qilamiz mashqlarni, statika juda ham yondiradi. Ko'plar o'ylaydi, chetdan qaraganda prosta turibdi deb o'ylaydi. Bitta turib ko'rish kerak. Uni o'zida his qilganda sezadi, yondiradi, chidolmaydi. Ko'p yoshlar даже chidolmaydi. Shuning uchun shaxsan men ham chidolmaganman yogaga borganimda. Albatta o'zini quloq solish kerak, o'zini eshitib. Chidolmayapsizmi, dam olish kerak. Ozgina qo'yib yuborish kerak, sekin-sekin tanani o'rgatish kerak. Demak, o'sha chidolmaslik bu tananing belgisi. Tana bizdan yaxshi biladi. Nima unga kerak, nima unga kerak emas. Bu harakat hozir ko'plik qilyaptimi, to'xtash kerak. Sal nafasni rostlab olib, yurakni tinchlantirib olib, shu chuqur nafas bilan davom etsa bo'ladi. Mana hozir yuqorida qayd etdingiz, to'g'ri ovqatlanish, uyqu bilan bir qatorda yoga mashqlari dedingiz. Mana shu to'g'ri ovqatlanishning o'rni qanchalik muhim? To'g'ri ovqatlanish va o'zi umuman mana shu nuqson, ko'pchilik noto'g'ri ovqatlanadi. Bizga xos bo'lgan xususiyat, endi insoniyatga buni qanday to'g'rilash mumkin? Mana shu yoga mashqlari bilan ko'plar mana o'quvchilarim onlayn, offlayn degan aytishadi. Umuman shirinlikdan voz kecha olmaganman hech qachon. Qattiq qovurilgan narsalar, qanaqadir fast foodlar yeb maza qilardim, hididan уже ishtaham ochilardi deyshadi. Lekin yoga qilgandan keyin organizm to'g'ri ishlab boshlasa, o'zi qanaqadir bu narsalardan intuitiv ravishda voz kechila boshlaydi. Bu mana shunday bo'lsa, agar tana sizga yordam bersa, yemayman desa, o'zi yemayman, to'xtatish ham yoqmaydi.
juda tortmayapti deb o'zlari hayron qolib aytishadi. Ammo kurslarimga kelgan yoki offlaynga kelgan qizlarga aytaman, hozir qilmanglar to'g'ri pitaniyani. Давайте hozir просто yoga. O'zinglarni eshitib boshlanglar, o'zinglarni his qilib boshlanglar, shundan keyin qanaqadir qilibchi o'zinglar kirib qolasizlar shu to'g'ri pitaniyaga deyman. Masalan, o'zimni o'ylab qarash kerak, logikani ishlatib. Hech qachon televizorga chiqib, mana bu pomidor yaxshi, rukola zo'r olinglar demaydi hech kim. Например, karamni olinglar. Hech kim bunaqa narsani reklama qilmaydi. Reklama qilinadi zararli narsalar. Olsin odamlar deb. Uni, конечно, ta'mi kuchaytiruvchi o'sha aromatizatorlar hammasi ishtahani ochib, sal o'rganish ham как бы привыкание bo'ladi-da, o'sha tortadi. O'ylayman, что organizm to'g'ri ishlab boshlasa bu narsaga qayrilib ham qaraydi. Endi qanday qilib shirinlikni yemaslik mumkin? Baribir. Yoga qiling, ko'rasiz. Rosta. Chunki shirinlik bu dopamin. Bu такой vaqtincha sun'iy dopamin. Sizni ozgina vaqtga baxtli qiladi. Lekin keyin o'tda bitta yog'lar paydo bo'ladi-da. Yoga katta dozada dopamin beradi va umuman o'zi sport ham katta dozada dopamin beradi. Shuning siz bu narsaga zor bo'lmay qoladi. Organizm ehtiyoj qolmaydi. Qanday mashqlar bor mana shu bo'g'imlarni kuchaytirish uchun yoki hamma mashqlarni kuchaytiradi? Organizm bizda mana hamma ichki organlar, o'zi mana yoga terapevt bo'lib, yana ham chuqur shu meditsinskiy anaqalarni o'rganib, butun anatomiyani o'rganib, organizm bu butun yaxlit sistema. Bo'g'imlar o'ziga ishlab, buni iloji yo'lga qo'yish. Bu biza masalan, bizga buralishlar kerak, chunki biza buralamiz, o't qopi, jigar yaxshi ishlaydi. Bu yoqqa buralamiz, oshqozon usti bezi yaxshi ishlaydi. Bu bilan biz уже singishini, o'sha so'rilishini yo'lga qo'ydik. Undan tashqari hamma mashqlar. Masalan, bo'g'imlarga biz mushaklarni yondirib ishlashimiz kerak. Yondirib ishlaganimizdan keyin o'sha qon aylanadi. Sinovialniy жидкость, mana shu suyuqligi bor o'zini bo'g'imlarida. U chiqadi, как бы moylaydi. И sinovialniy жидкость o'sha nima deydi? Vaqtida yetkazib berilib tursa organizm bilan bo'g'imlar tiklanadi. Yemirilib ketgan bo'g'imlar ham tiklanganini ko'rganman. Bu yerda biz nafaqat shu yondirib ishlash, no и rastashga kerak, chunki biz mushaklarga ishlaganimizdan keyin u sal qisqarib spazmirованный bo'lib qoladi, spazmda bo'ladi. Uni cho'zib olib tinchlantirish kerak, to'qimalarni tinchlantirib cho'zish kerak. Shuning uchun bizga hammasi kerak. Limfa drenajniy yoga bor. Masalan, biz butun toksinlarni haydaymiz. Mana chang havoda nafas olamiz, plastik idishdan ovqat yeyamiz, qanaqadir mana shu fast foodlarni yeyamiz. Как бы bu limfa tizim bu bizning sanitarimiz. Organizmimiz o'sha toksinlardan tozalaydi, musordan tozalaydi, to есть. Uni biz yo'lga qo'ysak, limfa tizimi yaxshi ishlasa, qon aylanishi yaxshilashadi va immunitet ko'tariladi. Bizga immunitetni ham ko'tarishga yoga kerak va plus gormonal tizim, endokrin tizimga ta'sir qilish kerak. Bu yerda juda ketma-ketligi bor mashqlarni. Hamma bezlarga ta'sir qiladigan o'sha gormonlar, mana ayniqsa ayollarda yosh katta bo'lgandan keyin estrogen tushib ketadi, puk bo'lib qoladi, suyaklar, bo'g'imlarga sirasi ta'sir qiladi. Ayniqsa yosh katta ayollar bosib yoga qilish kerak. Bosib har xil mashq qilish kerak. Bitta o'tda betda qilib bo'lmaydi. Erkaklar ham boradimi yoki erkaklar yo'qmi? Shug'ullanadi. Erkaklar xudoga shukr qiziqib qolishdi. O'zi birdek foydali. Albatta, albatta. Yoga o'zi erkaklarni mashg'uloti bo'lgan, askarlarni shu как trenirovkasi bo'lgan. Ayollarga bu qiyin, mumkin emas deyilgan, ayollarga taqiqlangan bo'lgan. Keyin ayollar shug'ullanib, cho'ta erkaklar tashlab yuborishdi yogani. Lekin qiziqish juda katta, shuning uchun hozirda erkaklar uchun ham kurslar yaratyapman. Chunki juda ko'p grijja, disk, osteoxondroz, oyoqga beryapti, qo'lga beryapti. Ko'plar o'tirib ishlaydi hozirgi zamonda. Shuning uchun gormonlar o'ynab ketyapti erkaklarda ham albatta.
Shuning uchun shunaqa kurslar yaratyapman endi. To'g'ri aytasiz, Sabina opa, har bitta davrda o'zini muammosi bor-da, lekin endi bizdan oldingi davr insonlar faqat mana shu bitta muammoga kirib, yura olmay qolgandan keyin yechim qidirib boshlashganda. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zi mana shu muammoga duch kelishgacha kutish kerakmikin yoki yoga bilan shug'ullanishni boshlash kerakmikin? Men o'ylayman, umuman maktablarga yoga kiritilsa edi, jismoniy tarbiya bilan birga, o'sha kichkinaligidan, yoshlarda ham juda katta problema bo'lyapti. O'smirlik davri juda katta zbo'y, buzilishlar beryapti organizmda. Juda ko'p sahr bo'lib qolishyapti, o'smay qolishyapti. Bu ham gormon ro'sti. Bu yoga qilib gormonlarni normaga keltirib olsa o'sadi bola. Haddan tashqari o'sib ketayotganlar bor. U ham yaxshi emas. Suyaklar slaboylashib, bo'shashib, mo'rtlashib ketadi. Juda ko'p muammolar yo semirishyapti, yo ozib ketishyapti. Bu hammasi modda almashuv metabolizm. Buni ham yoga yo'lga qo'yadi. Qaniydi hamma boshidan shug'ullansa, yoshligidan. Sog'lom paytida. Sog'lom payti. Lekin уже g'imillayaptimi, o'tib o'tdi. Уже ahamiyat berish kerak, уже harakatini boshlash kerak, uni olib borish kerak emas. Mana obunachilarim yozishadi, mana sizni 2 yildan beri, 3 yildan beri kuzatyapman. O'sha payt hali yaxshi edim. Bormoqchi edim, lekin saqal g'imillab turuvdi tizam. Mana endi bukilmayapti deyshadi. Shunaqa achinib ketaman. To'g'risi yig'lab olgim keladi. O'shanda nimaga hatto harakat qilib ko'rmadilar-da. Lekin qaytarsa bo'ladi buni. Buni qaytarsa bo'ladi. Tajribamda bo'lgan, bukilmaydigan tizili bukiladi, ishlab ketadi, yurishadi. Buni hammasini yo'lga qo'ysa bo'ladi. Jismoniy tarbiya bilan yogani farqi nimada o'zi mana? U ham endi badanga foydali, bu ham foydali. Bu yerda shunaqa ketma-ketli mashqlar bor. Jismoniy tarbiyada yo'q, men eslayman maktabda. Bitta-ikkita mashqlar o'xshab ketadi, lekin bunaqa chuqur mushaklargacha chuqur shu bo'g'im, har bir to'qimalar, har bir svязка, fastsiyalarni ilib olmaydi. Jismoniy tarbiyada biz ko'pincha reska harakat qilamiz. O'tda katta ustki mushaklar ishlaydi. Chuqurda joylashgan o'sha suyaklarga yaqin joylashgan mushaklar ishlamaydi. Ular javob bermaydi. Ular statikada turish kerak, ozgina yondirish kerak, dinamika turish kerak. Dinamika turish kerak. Ozgina o'shani ichigacha yondirsa, o'shanda boshqacha ta'sir qiladi. Sabina opa, mana mijozlarimda ko'rdim natijalarini deyapsiz, lekin eng anaqa inson uchun ishonarlisi bu o'zingiz yashab o'tganingiz. Sizni aynan o'sha tuzalishingizda o'zi umuman butunlay tuzalib ketdingizmi keyin? Butunlay tuzalib ketdim. Asoratsiz. Даже yaqinda qaysi bitta doktorga bordim. Ular men aytaman, menda уже osteoporoz, artroz bor, deyapman. Lekin simptom anaqa как nevropatolog ishlayaptilar, sizda yo'q o'xshaydi dedilar. Men aytdim, nima miyangizda hali ham olib yuribsiz? Men aytdim, bir tomondan mana koronaga ham necha yil bo'ldi. Yurganimda kechqurun tizam og'rib, sal cho'loqlanib qolardim. Og'riq berardi. O'shanga 10,000 qadam yurish desa bezilirdim, chunki men ko'p yurib qo'ysam bo'ldi, og'riydi. Undan tashqari boshqa surunkali kasalliklarim tuzalgan. Surunkali pankreatit, surunkali xolestitsit, pielonefrit, bitta pochkam вообще ishlamaydi deyishgan. Pochkang yo'q deb hisoblayver deyishgan. O'shanga ehtiyot qil ikkinchi pochkangni deyishgan. Hozir yaxshi. Men yaqinda ham tekshirtirdim, 100% ishlayapti. O't qopim ham, hammasi oshqozonimda, gastrit yo'q, ichiklarim yaxshi ishlayapti. SRK bo'lib qoldim. Undan oldin qabziyat qiynagan. Undan keyin SRK bu sindrom раздраженного кишечника-da, что bu hammasi asabdan, конечно. Aynan qaysi mashq sizga yordam bergan? Bu yerda mashq emas, hammasini qilish kerak. Chunki har bir mashq bir nechta tizimga, bir nechta organlarga ta'sir bor. Yana boshqa mashq, yana boshqa. Shunga yaxlit tizim sifatida qarashimiz kerak. Aynan yoga shu yaxlit tizimga yordam beradi-da, organizmga. Shuning uchun yogani boshlab olaversa, keyin sekin-sekin uyqu ham o'z maromiga tushadi, ovqatlanish ham o'z maromiga keladi. To'g'ri, shunaqa. Ajoyib.
shaxsan mening oyimda ham mana shu muammo bor va gilamchalarini yoyib, har kuni mana shu YouTube orqali deysizmi yoki ekranlar orqali qarab shug'ullanib o'tiradilar. Hozir ham kuzatib turgan bo'lishlari hech gap emas. Shuning uchun aynan so'rayapman, o'zingizdan natija bo'ldimi? Mana shu narsa Mana shu yordam berdimi? YouTubedan boshlaganman. Albatta u yerda endi grijalarim bo'lgan, 3 ta grijam. U yo'q, bu aniq. Buni уже tekshirtirdim. Grijalar yo'q bo'lib, so'rilib ketgan. Umurtqam tekis, skoliozida o'ng tarafga kifoz bor edi, saqal bukurli lordoz, tos orqaga ketib qolish. Hammasini to'g'rilab olganman. Bilasizmi, misl потеряла. Hayajonlanib. Aytmoqchi edim, YouTubedan shug'ullanganman. Bitta-ikkita joyda baribir chuqur tushuntirilmagani uchun saqal ortib qo'yardim. Albatta, baribir mutaxassis bilan ishlashni qulayliklari. Bitta konsultatsiya olish kerak deb o'ylayman. Keyin agar уже shunchalik shuni onlayn shug'ullana olyaptilarmi, tez ilib oladilar. Tushunadilar, qanaqa to'g'ri qilishni o'shani his qiladilar. Qanaqa nimani his qilish kerak? Mana shu mashqda qayerda tortilish, qayerda yonyapti, qayerda tortilish bo'lyapti, qayerda ishlayapti, qayerda buralyapti. O'shani his qilib qiladilar keyin. Mana insonni qayerdir og'riyotgan bo'lsa, shunday mashqlar bormi aynan mana shu yerini davolash uchun? Shu og'riq ketishi, masalan, bosh yoki bo'yin yoki yana qandaydir. Bor endi hammasida bir-biriga, mushaklar bir-biriga ulangan, nerv hamma yoqdan o'tadi. Bunaqasiga hamma как цепочка. Lekin mana bo'yin og'risa, bo'yinni tinchlantirish kerak, lekin bo'yinni mushaklarini ham mustahkamlash kerak. No, как бы shu momentda yordam beradigan mashqlar bor. O'sha mushaklar saqal qisqarib qon aylanishi bermay o'sha boshga ham og'riq beradi. Shuni cho'zorsa bo'ladi, qo'llarni zamok qilib, qulf qilib, nafas olib, nafas chiqarishda doim cho'ziladi. Nafas olishda emas, nafas chiqarishda, nafas olib, nafas chiqarishda sekin tortiladi. Yirtilmaydi hech narsa. Sekin-sekin nafas olinadi, nafas chiqarishda tortiladi. Shu holatda 1 minut turdik, o'ng tarafga o'girilamiz. Taxminan 45 gradus. Shu o'ng tarafga o'girilganda o'ng qo'l bilan boshni ilib olib, nafas chiqarganda sekin bosim berish kerak. Nafas olib, nafas chiqardik va maksimumga yetganda sama massaj qilib, o'zini o'zi massaj qilib, o'sha mushakka bundoq cho'zib yuborish kerak. O'sha siqib qolgan qon tomiri, nervi qo'yib yuboradi, shu og'riq qoladi, bosh og'rig'i ham. Boshqa tomonga ham albatta xuddi shunaqa. 1-3 minut ushlab tursa, bu yumshatadi-da, lekin uni ham o'zini mashqlari bor, yotib qilinadigan mashqlar bor, umurtqaga saqal mustahkamlash kerak, bo'yin oldinga ketib qolyapti hozir ko'plarda. O'shani ushlab turadi o'zi. Ichidan baquvvat mushak korsetini yasash kerak. Hozir ko'rsatgan mashqingiz aynan mana shu mushaklarni tinchlantiradi. Faqat tinchlantiradi. Tinchlandingizmi? Tinchlantirdim unaqa. Qiling. Ko'rib tinchlandim. Sabina opa, mana shug'ullanib ko'rgan inson biladi, endi oson emas yoganing mashqlari, hattoki boshqa bir sport bilan shug'ullanganingizda tezkor sport turlari bilan qanday mushaklar og'risa, mashg'ulotdan keyin yogada ham shunday holat kuzatiladi. Umuman hamma ham bajara oladimi yoga mashqlarini? Yoga mashqlarini har birida o'zini modifikatsiyalari bor. Masalan, bu eng qiyini bo'lsa, undan osonini qilish kerak. Undan ham osoni bor, undan ham osoni bor-da. Shu o'quvchiga moslashtirish kerak. Masalan, ko'rinadi, tajriba bo'lsa kerak bu. Sras ko'raman. Tak, sizga kirpishlar kerak, bloklar kerak. Pastgacha engashmang, qo'llarni yerga tegish shart emas. Hozircha soningizni ushlab turing. Pastgacha engashmay turing. Moslashtirish kerak. Shuning uchun xuddi shunaqa mushaklar og'riydi, shunda ham baribir. Bilasizmi? Qiyinini qilgan odam ham, osonni qilgan odam ham bir xilda effektini oladi. Sog'lig'iga o'sha effektni oladi. Shuning uchun qiyinroq qildim, men endi zo'r bo'laman emas. Yengil qilish kerak. Tanani eshitib, chunki hamma tanani o'zini tarixi bor. Boshdan kechirgani bor, bu emotsional holatiga ham, o'sha nerv tizimidagi o'zgarishlarga ham bog'liq. Shuning uchun sekin o'zini eshitib, shuning uchun
his qilib olsalarmi, charchadinglar, bola pozasiga yotib, dam olinglar, nafasni rostlaylik, keyin davom ettiraverasiz. Qaramanglar, hech kimga qaramanglar deb aytaman. Borda 1 yil, 2 yildan beri shug'ullanayotganlar, ular zo'r bo'lib ketishgan. 68 yosh bo'lsa ham, 60 yosh bo'lsa ham, 15 yoshli yangi kelgan o'quvchidan zo'r o'sha. Chunki boshida ular qila olmayotgandilar, mana endi уже 1 yil o'tdi, уже hamma yoq moylandi, bo'g'imlar moylandi, suyinglar. Eng qiyin tiklanadigan o'zi suyi, unga ko'proq vaqt berish kerak, shuning uchun suyi 7-10 yilda tiklanadi. То есть boshqa suyi yoshidan qat'iy nazarmi? Yoshi kattalar boshlashsa ham. Da. Masalan, bizani endi men doktor emasman. Vроде бы jigar 4 oyda almashadi deyshadi har bir hujayralari. Suyi 7 yil, 10 yil. Shuning uchun agar suyini o'sha pok bo'lib qolayotgan bo'lsa, osteoporoz bo'lib qolayotgan bo'lsa yoki qanaqadir yemirilishlar davomiy muntazam shug'ullanish kerak. Berish kerak vaqt. Bo'g'imlar tezroq bu tiklanadi, suyiga saql vaqt kerak. Shuning uchun to'xtatmaslik kerak. Iloji bo'lsa muntazam. Muntazamlik bu haftada 3 marta, har doim haftada 3 marta yoki haftada 2 marta. Iloji bo'lsa har kuni 10-15 minut masalan. Muntazam soat nechida bajargan yaxshi mana yoga mashqlarini? Ertalab tongdami yoki kech payt uyqudan oldinmi? Maxsus mashqlar bor, endi ertalab bajargan yaxshi. Chunki u simpatическая нервная система, то есть nerv tizimini, simpatik tizimini tetiklikka javob beradigan qon aylanish organlarini zapusk qilib yuboradi. Startga bosganda ishlab ketdi, kun boshlandi. Shunaqa mashqlar bor, kechqurun parasimpatikaga o'tadi, uyquga tayyorlaydi, tinchlantiradi. O'zi yoga vaqt tanlamaydi, och qoringa bajarilsa bo'ldi. O'zi tagiga shunaqa. Ertalabki mashqlar bormi mana? Ertalab ko'pchilik endi uyg'onganda baribir sal kuchi bo'lmaydi, turgisi kelmaydi. Enchoqlik qiladi, beli dog'riq bo'ladi va uyda yotsammikan, ishga bormasammikan, maktabga bormasammikan, o'qishga bormasammikan deyshadi-da. O'shanda mana endi ko'pchilik insonlar endi sport bilan shug'ullanadiganlar ozgina jismoniy tarbiya qilib yuborishadi. Yoga mashqlari ham bormi mana shunday sal tetik qiladigan? Tetik qiladigan yogada turish kerak. O'rindan yotgan joyda ham yoga mashqlari bor o'zi. Shu yotganda tizzali tepaga qaraydi, oyoqni uchun tepaga qaratib, bo'yinni birinchi cho'zib olish kerak. Bu markaziy nerv tizimini saqlab bo'lsa ham keyin turib oldinga oyoqga engashish kerak. Masalan, yoki oyoqlarni buklab, quchoqlab bir tomonga tashlab, boshqa tomonga qarab yotish kerak. U cho'zib yuboradi, saqal belni o'sha blokini yechadi. Boshqa tomonga tashlash kerak. Albatta ikkita tomonga qilish kerak. Bitta oyoqni tortish kerak, yaxshilab o'ziga ozgina kutish kerak. 10 tarafdan boshlaymiz. Bu ichakni ham yaxshi yurgizib yuboradi. Damlanish, hozirgi o'sha o't qopidan bo'lyapti hammasi. Damlanib anaqa qilib qolishlar, shunga ham yordam beradi. Masalan, saqal qimirlab olish kerak. O'zi yoga qilsa-chi odam intuitiv harakatlanib boshlar ekan. Men o'shani sezdim, mana qizlarda ham ko'p o'tirib qolishsa, sразу saqal bo'lsa ham umurtqani cho'zib, saqal qo'llarni devor itarayotgandek harakat o'sha qo'shqa korova, o'zi so'raydi, saqal yonboshlarini cho'zib yuborgisi keladi, oyoqlarini cho'zgisi keladi. Tana o'zi so'ra boshlaydi, o'zi boshlab olsa bo'ldi. Tushunmasa tana qadam. Voy, bu zo'r narsa ekan-ku, voy, men tetik yurar ekanman. Kayfiyatim yaxshi bo'lar ekan. Kayfiyatga ham ta'siri bor-a? Albatta, chunki butun nerv tizimiga ta'siri bor. И gormonal tizim. O'sha baxt gormonlarini hammasini vyrabotka qilib, yo'lga qo'yib yoga qiladi, o'zini baxtli his qilaveradi. Shunaqa. Yoga bilan shug'ullaninglar azizlar. Shug'ullaninglar. To'g'ri aytasiz va eng asosiysi, Sabina opa, nazarimda inson o'zini zo'riqtirish kerak emas. Hozir yoga foydali ekan deb bizni eshitib olib, tarmoqlarga kirib, hoziroq o'sha eng mushkul mashqlarni boshlab, bajarib, u yana ham ko'proq zarar keltiradi. Shuning uchun albatta o'sha boshlang'ich, o'sha novichoklar uchun ketma-ketligi bor o'zini sekin. Ha, sekin-sekin qiyinlashtirish kerak-da, o'zi bor. YouTube'da ham bor endi. Hammasini yetishmaydi shu YouTube'da. Keyin bildim o'qib. O'zingiz ham mana YouTube platformasida video darsliklarni yuklashni o'ylab ko'rmaganmisiz? Bepul darsliklar bormi sizda? Bepul darslar bor. Turib yoga, o'tirib yoga, shu yengil-yengil ofisda yoga qilibdi.
o'tda man mana shunaqa chuqur tushuntiraman. Qanaqa qilish kerak, qanaqa tog' sohasi, tizi qatga qarab turish kerak, oyoqni uchi. Bu juda ham muhim. Chunki hattoki o'sha oyoqni uchi boshqa yoqqa qarab turib, tizi boshqa yoqqa qarab mashq qilsa yoki uchli ugl nima deydi mana shu uchburchakni juda ham ostrый qilsa, то есть tizi oldinga chiqib ketsa, menisklar yirtilishi bor, tizi chiqib ketishi bor. Shu narsalarni negadir yetishmaydi. Bilishadi deb o'ylashsa kerak. Balki. Lekin men sahifamda hammasini tushuntiraman. Bir 6 tacha bepul darsim bor. Bir hafta qilsa bo'ladi, bir kun dam olsa bo'ladi. Qilishyapti, har juma. Demak, mablag' yo'qligi ham muammo emas. Albatta. Tozalaman, davolanaman degan inson, o'z ustida ishlayman, mehnat qilaman degan inson uchun hayot o'z imkoniyatlarini taqdim etaveradi. Va mana shu yana sizga savolim, yogani boshlab, keyin to'xtatib qo'yishning salbiy oqibatlari bormi, o'zi mumkinmi? Salbiy oqibati yo'q. Prosta odam sekin-sekin qomatda yurgan inson keyin birdan semirib ketmaydi. Yo'q, unaqalar bo'lmaydi. Erkaklar shunday bo'ladi. Sport zalga chiqqandan keyin mushaklarni shirib olishadi, keyin to'xtatib qo'yishgandan keyin tarqab ketishadi. Yo'q. Bunaqa salbiy ta'sir degan narsa yo'q, chunki u sog'lomlashtirgan bo'ladi. Keyin prosta yana sog'liq buzilishi boshlaydi. Shuning uchun, masalan, kortizol oshdi, kortizol va qorin paydo bo'ldi. Asabiylashuvyapti, kortizol oshib ketyapti. Ertalab sahal bo'lsa ham mashq qila olmayapti. O'sha kortizoli bilan ishga ketyapti. Stress gormoni bilan u kortizol va qorin paydo bo'ladi. Masalan, sekin-sekin u unaqa tajribamda unaqa bo'lmagan. Tashavordim, kengayib ketdim yoki vazn oshib ketdi degan narsa yo'q. Jalqi, agar tashlab ketishsa yogani qilirish kerak. Masalan, trener bilan o'rganib, keyin mana bemalol YouTubedan qilsa bo'ladi-ku. Albatta. Eng muhimi shug'ullanish kerak, bahonalarni chetga surish kerak. Qancha bo'lsa ham 10 minutdan boshlab. Ma'lum muddat to'xtab qolsa ham. Vaznga nimaga yordam beradi? Chunki gormonlar joyiga keladi. Nerv tizimi bu yerda o'shanda. Qorin ketishiga yordam ketadi, zo'r ketadi. Chunki bizni yoga mashqlari shunchalik chuqur ishlaydi, o'sha organlarni o'zidagi mushaklar, atrofidagi ham ichigacha ta'sir qiladi-da. Shuning uchun o'sha charvilar ichida yog' bosgan joylar eriydi. Butun mushaklar ishlagani uchun mushak paydo bo'lgandan keyin mushak yog'ni eritadi. Mushak bor joyda yog' o'smaydi уже. Mushak bormi? Karkas уже bor. Korset yasaldi mushakdan. Odam kengayib anaqa yog'ni o'stira olmaydi, chunki u yerda mushaklar bor. Ushab turadi. Tabiiy to'siqlik qilib turadi. To'siqlik qilib turadi. Shunga qomat saqlashga zo'r yordam beradi. O'zi mana shu bo'g'imdagi og'riqlarni siz endi o'z-o'zidan sabablarini ham o'rganib chiqqansiz va yuqorida qayd etyapsiz, nerv tizimi bilan bog'liq. Barchasi nervga boradi. Nima ekan mana shu nimalarga e'tibor berish kerak inson shunday kasallanmaslik uchun yoki bo'g'imlarda muammolarga duch kelmaslik uchun? O'z-o'zidan endi o'zingizni hamisha kayfiyatni zo'r qilishga majburlay olmaysiz. Yo'q. Buni ichidan hech kim nima deydi? Shu kayfiyatimni hozir yomon qilaman, hammani asabiga tegaman demaydi. Albatta. Bu ichidan bo'ladi. O'sha gormonlar o'ynab ketishidan, shu nerv tizimidan. Yana shu loqal nafas usullarini qilish kerak. Yogada nafas usullari bor. Mayli bu qimirlagisi kelmayapti odamni. Shunaqa nafas usullari bor, zo'r ta'sir qiladi nerv tizimiga. Kurs olasizmi? Albatta. Qaysinisini ko'rsatay ekan? Masalan, Nadi Shotxana degan nafas usuli bor. U energiyani ham yaxshi yurg'izib yuboradi organizmda. Burunni almashtirib nafas olish. Bu yerda biza o'zi kun davomida burun almashadi. Ahamiyat bergan kim shug'ullanyapti, sezadi. Ozgina vaqtdan keyin bu nafas olmaydi, bundan keyin bir-birini ana qilib turishadi. Demak, bu holat tabiiy holat. Menda ham shunday holat bo'lsa, nimadir sabab bormikan deb o'yladim. O'zini anaqa fazalari bor. Undan tashqari bizni bitta burun bilan nafas olayotganimizda boshqa nerv tizimiga, например, simpatik nerv tizimiga, boshqa burun bilan nafas olayotganda parasimpatik nerv tizimiga, o'shanga shuni muvozanatga keltiradi. Ya'ni ertalab vaqtli uyg'ongan bo'lsak ham tetik, yaxshi kayfiyat, kechqurun uyquga keta olishda vaqtida
sifatli uyquga ketish yo'lga qo'yadi. Pranayama mudra bu qo'lni taxlab olish, qulay qilib. Ikkita nima? Ko'rsatkich barmoq va o'rta barmoqni taxlaymiz. O'ng burunni yopamiz, lekin itarmaymiz burunni. Prosta yopamiz. Yopish shartmi barmoqni? Bunaqa qilish shartmi? Ha, endi yo'q, farqi yo'q. Qulay bo'lishi uchun. Qulay bo'lish uchun yana boshini qo'yib oladi. Yana ushlab turish uchun o'rtaga qo'yib oladi. Masalan, ko'rinish uchun. Lekin o'zi shunaqa qilinadi. O'ng burunni yopdik, chap burun bilan nafas oldik. Masalan, 3 sekund nafas Ushlab turish kerakmi keyin nafasni? Yo'q. Ushlab turishli usul ham bor, u hammaga ham mumkin emas. Homiladorlarga ko'plagan mumkin emas. Chunki hammaga mumkinini ko'rsatib beraman. Nafas oldik chap burun bilan. 1 2 3 almashtirdik. Nafas chiqaramiz. Nafas ushlamasdan 1 2 3 4 5 6 uzaytiramiz. Nafas oldik yana shu burun bilan. Almashtiramiz, nafas chiqarishda. Bu yerda 6 sekund nafas chiqaramiz. Nafas oldik 3 sekund. Nafas chiqardik 6 sekund. Nafas oldik. Adashib ketdim. Nafas chiqardik. Buni sukunatda, jimjitlikda, Bu uyqudan oldin agar buni diqqatni amalga o'zingizda oshirsa, bu butun tanani kislorod bilan ta'minlaydi. Har bir hujayralarni, o'sha miyani diqqatni oshiradi. Hozir juda ham qiyin bo'lib qoldi shu gadjetlar deb odam diqqatini bitta narsada ushlab tura olmayapti. Diqqatni oshiradi, qonni yaxshi aylantirib beradi. Hattoki qon tomirlarni tozalaydi. Mana shu blyashkalar bo'lmaydi. Mana shu bugungi hozirgi ko'rsatgan usulim bitta burun bilan nafas olib, nafas chiqarib, nafas olib, nafas chiqarish bu bir sikl. Bu davleniya normaga keltiradi. Masalan, davleniya oshib tursa, bosh og'rib tursa, shu nafas usulini qilsa. Necha marotaba qilish kerak? Boshlanishiga masalan 5 sikl, ya'ni 10 marta qo'l almashadi. To есть nafas oldik, nafas chiqarganda almashdi, nafas oldik, nafas chiqardik. Mashini 5 marta. 5 ta bo'ldi shunda nafas olish. Shunda 5 ta bo'ladi. Mana hozir ushlab turish ba'zilarga mumkin emas, homilador ayollarga dedingiz. Demak, yoga mashqlari, hattoki nafas mashqlari ham o'sha bolaligiga qarab yoki yoshiga qarab, boshlang'ich holatiga va homiladorligiga qarab farqlanadi. Masalan, ayollarning hayz paytida ko'p narsa mumkin emas. Masalan, homilador yoki davleniya oshib tursa. O'zi umuman homilador ayollarga yoga mashqlari mumkinmi? Maxsus prenatal yoga bor. U yerda o'sha yengillashtirilgan va o'sha homilani yaxshi rivojlantirish uchun onani qonini, mana hozir qon quyilib qolyapti ayollarda. Shuning uchun bola rivojlanmay to'xtashlar ham bo'lib qolyapti. Qonni yoga maromida suyultirib beradi. Bola o'shanda yaxshi rivojlanadi. Bolaga qon yetib borib tursa bo'ldi, u yaxshi rivojlanaveradi. Shuning uchun maxsus nafas usullari, mashqlar bor. O'sha aynan o'sha qorin bo'shlig'idagi organlarga foydali. Shunda onaga ham yaxshi, bolaga ham yaxshi. Prenatal yoga nomi. Ajoyib tavsiyalar bo'lyapti. Mana darslarimga kelishadi, o'sha homiladorligini aytishsa, men o'sha moslashtiraman. To'xtang, bu mashqni bunaqa bajarasiz, bu mashqni qilmay turasiz, boshqa mashq qilib turasiz deb to'g'lab turaman. Tak o'zi alohida homiladorlikka ham kurs qilganman. O'zi kurslar bor, offlaynda ham bor, ko'p. To'g'ri aytasiz. Kichiklikdachi necha yoshdan yogani boshlash mumkin bolalar? Bolalar mana kelishadi, buvilar, nevaralar bilan. Ishonasizmi? Badiiy gimnastikaga borib turgan qiz, 5 yosh qiz. Bu yo'q, men bormayman gimnastikaga, men yogaga boraman deb qo'ymay, keyin onlayn sotib olishdi. Onlayn bajarib, hozir haligacha bajarib yuribdi shu buvisi bilan. Bu juda ham yoqimli. Bolalarda bu oson. Bolalarda hali o'sha intuitiv to'g'ri bajarish bor. Ya'ni u noto'g'ri bajaryapti deb o'ylaysiz, lekin u to'g'ri bajaryapti. U o'zini eshitadi, u o'ziga quloq soladi. Ular bilan juda ham oson. Men o'ylayman, что 4-5 yosh boshlayversa bo'ladi. Demak, mana shu bolaligidan gimnastika mashg'ulotlariga berishadi, ana o'sha paytda bemalol yogaga ham olib borish mumkin. Olib borsa bo'ladi.
ona bajarsa bajaradi bola ham. To'ppa to'g'ri. Albatta. Sabina opa, suhbat uchun rahmat kattakon. Albatta hali so'ralmagan juda ko'p savollar bor, ochilmagan mavzular bor. O'ylaymanki, keyingi dasturlarda yana tashrif buyurganingizda ularni muhokama Albatta, qilamiz. yana bir bor xush kelibsiz. Juda ham foydali, kerakli, biz uchun zarur bo'lgan tavsiyalarni berdingiz. Albatta, bularga biz ham, tomoshabinlar ham amal qilamiz. Sizni yana kelgusi dasturlarimizda ham kutib qolamiz. Salomat Marhamat, bo'ling. xayrlashib olishingiz mumkin tomoshabinlar bilan. Rahmat e'tibor uchun, foydali bo'ladi degan umiddaman. Albatta, yoga qilinglar. Bu tana bir marta beriladi, oxirigacha shu tana biz bilan. Men o'ylayman, biz javob beramiz shu tanaga deb. To'g'ri aytasiz. Nima ahvolga olib keldik. Shuning uchun sekin-sekin harakatni boshlab olib, mashq qilib, men o'ylayman, shu tana komil yaratilgan, unga ozgina qon aylanishi yo'liga qo'yib bersa bo'ldi, o'zini o'zi tiklab, sog'lomlashtiradi. Albatta, harakatda bo'linglar. Harakat bu hayot, aktiv hayot. Tashrif uchun Rahmat rahmat kattakon. Bizda esa qadrdonlarimiz hozir lavha, undan keyin tezda qaytamiz, bizdan uzoqlashmang. Ijtimoiy